Biologiya fanida milliy sertifikat savollariga tayyorgarlik ko'rish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni ularda tushadigan savollar quyidagi tartibda bo'ladi. Buni ko'rib chiqamiz. Biologiya hayot haqidagi fan. Tiriklikning xilma-xilligi bitta savol. Hujayra haqidagi ta'limot, hayotiy hujayralarning kimyoviy xossalari, hujayralarda moddalar va energiya almashinuvi, ko'payish, mitoz, meyoz va gametogenez, genetika va seleksiya asoslari, genetik injineriya va biotexnologiya 10 ta savol, tirik organizmlarning umumiy sistematikasi bitta savol, o'simlik va hayvonot dunyosi 7 ta savol, odam organizmi, organlar sistemasining tuzilishi, funksiyasi, boshqarilishi va odam organizmining individual rivojlanishi 4 ta savol, hayotning tur va populyatsiya darajasi, umumiy qonuniyatlari 5 ta savol, hayotning ekosistema va biosfera darajasi, umumiy qonuniyatlari 4 ta savol, mantiqiy fikrlashga asoslangan test topshiriqlari 3 ta savol. Ya'ni bular mantiqiy fikrlashga taalluqli bo'lgan bu 33 hamda 35 savollar. Mana shular mantiqiy fikrlashga. Umumbiologik qonuniyatlarga asoslangan topshiriqlar. Bular 36-40 savollar. Birinchi hamda 40 savollarga javob berish uchun 100 daqiqa vaqt beriladi. 41-43 savollarga javob berish uchun 80 daqiqa vaqt beriladi. 41-43 savollarga umumbiologik qonuniyatlarga asoslangan topshiriqlar beriladi.